Bu dunyo yashab qolish hovlisi emas. Dunyo vaqtincha imtihon hovlisi. Bu turgan uylarimiz, joylarimiz, qo'limizdagi hamma narsalar vaqtincha. Inson vafot topishi bilan bular boshqalarga qolib ketadi. Xuddiki bizdan oldingilardan bizga qo'ygandek. Biz ham kimlargadir qoldirib ketamiz. Hozir yashab turgan joylaringizda oldin boshqa odamlar yashagan edi. Endi ozroq vaqt o'tadi, bu yerlarda boshqalar yashaydi. Ya'ni bu dunyoda odam g'arib kabi, begona odam kabi, ya'ni tezroq o'zini maqsadi tomon harakat qilib ishini bitirish kerak va Allohning huzuriga ketganda o'zi bilan hamma yaxshiliklarni olib ketish kerak. Ya'ni oxiratga o'tkazib qo'yish kerak odam. Ko'proq savob ishlarni, ajrlarni qilib, oxiratga ko'proq o'tkazishga harakat qilish kerak. Faqat bu dunyoda qurishga emas. Orzu havasni biroz ozroq qilish kerak. Demak, odam bu dunyoda g'arib kabi bo'lish kerak ekan. Yoki yo'ldan o'tib ketuvchi kabi bo'l deganlar Rasululloh. Aw abiru sabil, balki g'aribdan ham mubolag'aroqki yo'ldan o'tib ketuvchi kabi. Yo'ldan o'tib ketayotganda odam qarasa u yoqda kimdir ishlayapti, bu yoqda kimdir uy quryapti. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bir yo'ldan o'tib ketadi-ku bir odam. To'xtab qolmaydi ya'ni. O'zining maqsadi bor, manzili bor. Musulmon odamning dunyodagi holati shunday ekan. Yo'ldan bir o'tib ketayotgan odam kabi bo'lish kerak dunyoda. Ya'ni ko'p ham orzu havasga berilib, faqat qurish bilan, devorga chaplash bilan yoki bir ortiqcha narsalarga sarflab qo'ymash kerak inson molini, hayotini, vaqtini, umrini. Oxiratiga ko'proq o'tkazishga harakat qilish kerak. Amal qilib qolish kerak ya'ni bu dunyoda imkon borligida. Umrini, hayotini, vaqtini, yoshligini, boyligini, kuch-quvvatini g'animat bilish kerak.